Assalomu alaykum do'stlar, qaysizlar? Jo'nayman. Sizlar bilan Big Bet YouTube kanalidamiz. Bo'ldi. Bugundan boshlab mana sizlarga mana shunaqa tarzda video qilib boraman, chunki sizlar qaysini bosganimni to'g'ri tushunib olishlaring uchun albatta. Videoga обязательно bitta like bosamiz, kanalga obuna bo'lish esdan chiqib qolmasin do'stlar. Men sizlarga 3 million 400 million bilan ajoyib strategiya ko'rsatishga harakat qilaman. Hozir ishlasa, albatta bitta like bosib qo'yinglar, yo'qsa. Xo'sh, ketdik. Gameslar bo'limiga o'tamiz. Mana gameslarga o'tganimizdan keyin mana Crystal degan o'yin bor bizda hozir. Eng ommaviy va eng chiroyli o'yinlardan bittasi bo'ladi bu. Xo'sh, bosamiz biz 3200 so'mdan 3 ta bosamiz. Bitta. Xo'sh, 2 ta va tak 3 ta bosganimizdan keyin endi 30 ming so'mdan 5 ta bosishimiz kerak. Hozir qarab turasizlar. Yangi garov 35 ming so'mdan 35 ming 5 ta bosamiz, ketdi. Bitta, 2 ta 3 ta 4 ta va 5 ta bosganimizdan keyin vallahi endi bu yerda bizga kerakli narsa qaranglar. Chiqamiz, paketiga kiramiz. Xo'sh, paketiga kirib olganimizdan keyin 7 ga do'stlar 400 ming so'mdan bosamiz. Bittada mana ko'rdinglarmi do'stlar? Bittada, onasini ham bittada. Endi ko'prog'iga o'tib 4 ming so'mga tushiramiz. Bitta, 2 ta 3 ta bosib qo'yamiz, chiqamiz, bo'ldi. Endi scratch, endi aldash kerak-da, bu paketdan ozgina keyingida ham chiqish uchun ozgina aldab olish kerak. Men buni yarqisini tushirib. Xo'sh, 6 ming so'mdan bitta, tak, 2 ta va 3 ta bosamiz. Bo'ldi, yetadi. Chiqdik. Kristalga qaytamiz. Yana 3200 so'mdan 3 ta ochamiz. 2 ta, 3 ta va yangi garov qilib tak buni 32 ming so'mdan emas 64 mingga qilamiz. Mana 64 ming so'mdan 5 ta bosamiz. 2 ta bo'ldi. Xo'sh, 3 ta bo'ldi. 4 ta bo'ldi. Va 5 ta bo'ldi. Mana 5 ta bo'lganidan keyin yana patentga qaytamiz. Mana boyagiga 7 ushaganimizga va 7 ga qo'yib turamiz. Xo'sh, 7 ga endi 500 ming so'mdan solamiz. Bittada yana ko'rdinglarmi do'stlar? Bu ajoyib bo'ldi. Balansimiz уже 2x dan ham oshdi. Xo'sh, men sizlarga apki dasturlarni qayerdan olishinglarni albatta tushuntirib o'taman hozir. Videoni bitta ham o'tkazmasdan ko'ringlar do'stlar. Xo'sh, bitta buni 3 ta bosib qo'yay, to'xtanglar. 5000 so'mdan 3 ta aylantirib qo'yayda shu ko'prog'ini. Bitta, 2 ta, 3 ta. Bo'ldi, chiqamiz. Tak, mana qaranglar. Mana shu YouTube kanalimiz ustidan bossanglar, mana shu joyga keladi sizlarga ham. Mana Big Bet YouTube kanalimiz original. Mana shu ko'rsatgan joyimni qaranglar, mana obuna qiliningizning tepasida. Mana shuni ustidan bossanglar, sizlarga avtomatik tarzda olib o'tadi. Hamma apki dasturlarni shu yerdan topsanglar bo'ladi. Обязательно o'tib qo'yinglar. Xo'sh, mana ustidan bosib ko'rsatyapman. Mana shuni ustidan bossanglar, sizlarga olib o'tadi. Men bu rasm bo'lgani uchun o'tmayapti. Sizlarga aniq ko'rinishi uchun rasm tarzida ko'rsatyapman. Xo'sh, biz endi scratchga kiramiz yana. Xo'sh, scratchga kirib olganimizdan keyin tak bu garovni o'chiramiz. 35 ming so'mdan 3 ta ochamiz yoki 5 ta ochamiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta va 5 ta. Endi yangi garov qilib 70 ming so'mdan 3 ta ochamiz. Bitta, 2 ta. Xo'sh, qani uchinchisi? 3 ta. Mana bo'ldi. Chiqamiz, kristalga qaytamiz. Yana 3200 so'mdan tak 3 ta ochamiz. Bitta, 2 ta va 3 ta. 3 ta ochganimizdan keyin yangi garov qilib tak 42 ming so'mdan 5 ta ochamiz buni. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Voy, 5 ta da ham yutuq bermasa yomon alam qiladi-da. Bu qaranglar, kam summada o'ynasa, lekin shakillatib beraveradi. Patentda. Xo'sh, 200 ming so'mdan bitta, 2 ta bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? O'sha chiroyli, to'g'rimi? Ko'prog'iga o'tib, tak 20 ming so'mdan bitta bosamiz. Bo'ldi, chiqamiz. Yana scratch, ozgina aylanib, aldab kelamizda boshqa gameslarda. Xo'sh. Tak. Buni 60 ming so'mdan 5 ta ochaman. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta va 5 ta. Endi 120 dan bitta ochaman, onasini ham nima chiqsa ham. Bo'ldi, chiqmadi eshitma. 8 bo'lib qoldi balansimiz. Chiqamiz, kristalga yana qaytamiz. 3-4-marotaba sinab ketyapman уже. 3200 dan 3 ta bosamiz. Qani,
3 ochamiz va bu yeridan yana katta summaga dagon. Tak, masalan 46.000 so'mlardan bosib ko'ramiz 5 marotaba. Bitta bosdik, 5x berdi. Yaxshi, bu safar yaxshi. 2 ta, 3 ta, xo'sh, 4 ta va 5 ta. Bo'ldi. Yangi garov qilib 2x ga 92.000 dan 3 ta bosaman onasi. Berish kerak bu bizga ketgan minusni. 2 ta. Yaxshi. Xo'sh, 3 ta. 4 ta. Yo'q. Endi 5-sini bosib turib bizga patetni yaxshi ekan, patetiga ketaveramiz agar yutuq bermasa. Yo'q, yutuq yaxshi bergani yo'q, to'g'risi. Chiroyli yutuq bergani yo'q. Chiqamiz, patetiga kiramiz. Yana 200.000 so'mdan bossak bo'ladi. 7 ni o'ziga bo'ldi. Bitta, 2 ta, 3 ta. 2x ga oshiramiz 400 dan. Bitta, 2 ta, 3 ta. Yo'q, bo'ldi. Patetni menimcha hazillashni boshladi biz bilan. Xo'sh, buni bosamiz 20.000 so'mdan. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Yangi garov 40.000 so'mdan. Bitta, tak 2 ta, 3 ta, 4 ta, yaxshi, 5 ta, 6 ta, yaxshi, 7 ta, yaxshi, 8 ta, yaxshi, 9 ta yo'q, 10 ta da bor, yaxshi. Xo'sh, og'alar, endi kristalni boshqacha qilamiz. Qaranglar, endi ozgina aldab olishimiz kerak buni. 3 ta ochamiz yana va yangi garov qilib, qaranglar, 15.000 so'mdan ketma-ket 3 ta mag'lubiyat kutamiz. Ya'ni omadsizlik ketma-ket 3 marotaba tushishi kerak. Bitta tushdi, 2 ta tushdi, 3-chisiga yutuq berib yubordi. Endi boshqatdan boshlaymiz-da. Ketma-ket kelishi kerak bizga. Ikkinchisiga yutuq. Kutamiz o'shani, bolalar. Обязательно bitta layklarni bosib tashlaymiz. Поддержка qilib tursanglar, qanchalik kam summadan o'ynash kerak bo'lsa, xohlasanglar 500.000 so'mdan o'ynab sinab ko'rsatib beraman sizlarga shu strategiyalarda. Bu sinovdan o'tgan. Anchagina sinovdan o'tgan bu. Shu paytgacha normalniy foydalanib kelyapmiz. Bundan keyin ham zo'r foydalanamiz. Nasib bo'lsa albatta. Xo'sh, bitta, ikkinchisiga yutuq yana. Yana yutuq. Xo'sh, bitta, 2 ta, 3 ta yutuq berib yubordi. Nima qilamiz endi? Boshqatdan kutamiz, yana boshqa nima qilamiz? Yana yutuq. Yo'q. Yana yutuq. Bitta, ikkinchisiga yutuq berib yubordi. Lekin kutganimizga yarasha natija olamiz. Nasib bo'lsa, kutganimizga yarasha olamiz. Chunki men katta summadan hozir bitta risk qilmoqchiman. Mana shu strategiyamizga katta summadan bitta risk ko'rmoqchiman o'zimga. Xo'sh, yutuq, faqat yutuq ko'p beryapti. Mayli, endi beraversin. Boshqa paytda lekin bermasdi-da. Boya ko'rdinglar, 20.000 30.000 dan bosganimda kristal umuman bermayotgandi. Men 3x larni berishni boshladi. 3x ko'rmagandim hali. 1.5 2x bo'ldi. 0.3lar ham bor ekan, gap yo'q. Bitta, ikkinchisiga yana yutuq, 10 daqiqa bo'lib ketyapti. Bo'lay, tashay, bitta ko'raylik. Yana yutuq. Bitta, 2 ta, uchinchisiga yutuq bo'ldi. Endi nima qilish kerak buni aytinglar. Yana yutuq, 4x. Yana yutuq. Qizil tush bitta shu yerga yo'q. Yutuq berganga yarasha bir katta 10x dan ber. Mayli. Bosganimizga yutuq beryapti. 2 ta, uchinchisiga ham berib qo'ydi mana. Xo'sh, kutamiz. Kutgan narsada yaxshigina narsa bo'ladi, foyda bo'ladi. Yana x berdi. Hozir ko'ramizda bitta, yana yutuq. Yana yutuq. Yo'q. Yana yutuq. Bitta, ikkinchisiga yutuq yana. Nima qilish kerak buni? Yoki summani ko'taraymi o'zgina? 1x, 1.5x shu
Zo'rda buni qaranglar. Buni 80 ming so'm qiladi. Ketma-ket uch to'matsizlik kelish uchun. Shunday ham yutuq beryapti buni qara. Yana yutuq. Yana yutuq. Bitta, ikkita. Ha, mana 3 ta keldi. Charchab ketdi-yu odam. 7 ga qo'yamiz. Tak, bitta risk qilib ko'raman endi oxiriga o'zimcha. Tak, kattaroq summada, endi kam summada o'ynash kerak-da buni o'zi. Muhimi. Tak, 750 mingdan bosmoqchiman do'stlar 7 ga. Bitta, ikkita, 3 ta. Yo'q, riskimiz o'xshamayapti. 2x ga ko'taramiz. 1.500 ming do'stlar. Yomon og'irtadi mana shu joyi. Mana shu joylar og'irtadi. Bitta bosishga og'irtadi. Voy, blin, bermadi va shita bermadi. Aytdim-ku, bilet, kam summada o'ynash kerak-da o'zi buni. Oqizdi. Oqdi. Bля, pis bo'lib ketdi o'sha oxiri. Azartda bu.